Arnold Shvarseneggerning 3 marta yurak jarrohlik operatsiyasini o'tkazganligi haqida xabaringiz bormi? 1977-yil Arnold Shvarseneggerga aortal klapan xarobi tashxisi qo'yilgan va u fitnessdagi faoliyatini to'xtatishi kerakligi haqida shifokorlar aytishgan. Arnold Shvarsenegger fitnessdagi faoliyatini davom ettiradi va 1997-yilga kelib aortal klapanni protezlash jarrohlik amaliyotini boshidan o'tkazadi va shifokorlar yana qayta aytishadi, fitnessdagi faoliyatingni to'xtat deb. Shifokorlar qo'yilgan biologik klapan 12-15 yilga yechish mumkinligi haqida aytishadi. Arnining baxtiga bu klapan 21 yilga xizmat qiladi va Arni 2018-yili va 2020-yillarda qayta yurak jarrohlik amaliyotlarini o'tkazadi. 2024-yilga kelib, yurak qayta operatsiya bo'lganligi oqibatida yurakni tok o'tkazuvchi hujayralarini chandiqlanib ketishi hisobiga yana kardiostimulyator, ya'ni yurak batareykasini qo'ydirish amaliyotini o'tkazadi. Aziz yurtdoshlar, bu yurakdagi qayta operatsiyalarning barchasi Amerikaning mashhur Cleveland va shunga o'xshash bir qator mashhur klinikalarda bajarilgan. Hozirgi kunga kelib, O'zbekistonda ham bunday operatsiyalar bajariladi. Bizning markazimizda birlamchi va qayta bo'ladigan operatsiyalarni ham bajaramiz. Agar sizga va yaqinlaringizga yurak klapanlarini almashtirish, aorta koronarni shunklash va shunga o'xshash bir qator operatsiyalar va qayta operatsiyalar tavsiya etilgan bo'lsa, bizning markazimizga murojaat qilishingiz mumkin. Muntazam og'ir atletika bilan shug'ullanish yurak faruqlariga olib kelmaydi. Bu videoni foydali ma'lumot sifatida muntazam sport bilan shug'ullanadigan insonlarga va yurak operatsiyalariga muhtoj odamlarga yuborib qo'ying.